1-martdan boshlab pensiyada o'zgarishlar haqida. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna va like bosishni unutmang. Martdan boshlab fuqarolarga yoshga doir pensiyalarni belgilangan yoshga to'lishi munosabati bilan alohida murojaat talab etmagan holda progressiv shaklda tayinlash tartibi joriy qilinadi. Bu haqda AOKda Iqtisod va Moliya vazirligi huzurida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'i Kamoliddin Hojiboyev ishtirokida o'tkazilgan brifingda ma'lumot berildi. Pensiya tayinlashda proaktiv tizim bu pensiya olish huquqi bilan bog'liq jarayonlarni avtomatlashtirish va takomillashtirishga qaratilgan tizimdir. Mazkur tizim dastlab 55 yoshga to'lgan ayollarga va 60 yoshga to'lgan erkak fuqarolarga tatbiq etilishi rejalashtirilgan. Adliya vazirligi tomonidan fuqaro umumiy belgilangan pensiya yoshiga to'lgan sanada avtomatik tarzda fuqaroning pasport ma'lumotlarini byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining pensiya axborot tizimiga elektron shaklda yuboradi. Ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimiga pensiya yoshiga to'lgan fuqaroning mahalla fuqarolar yig'ini kesimida yashash joyi to'g'risida ma'lumotlarni olish uchun axborot tizimi orqali elektron so'rov yuboradi. Pensiya jamg'armasi pensiya yoshiga to'lgan fuqaroning nomiga rasmiylashtirilgan mobil telefon raqamiga pensiya tayinlash masalasi ko'rib chiqilishi to'g'risida SMS xabar yuboriladi. Pensiya jamg'armasining tuman bo'limi belgilangan muddatga pensiya axborot tizimidagi mavjud pensiya yoshiga to'lgan fuqaroning ish staji, ish haqqi, ustama olish huquqini beradigan elektron ma'lumotlar asosida dastlab fuqaroning pensiyaga bo'lgan huquqni aniqlaydi. Pensiya miqdori hisoblaydi va pensiya tayinlanadi. Fuqaro tayinlangan yoshga doir pensiya miqdoridan norozi bo'lganda yoki mehnat faoliyatini davom ettirib yoshga doir pensiya keyinchalik chiqish xohishini bildirgan taqdirda xabarnoma olingandan so'ng 10 kun ichida pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyurgan holda ariza berish orqali tayinlangan pensiyani rad qilishi mumkin.